Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 iyulgacha ariza bermasangiz, to'lovsiz qolishingiz mumkin. Bu gap oddiy ogohlantirish emas. Bu ko'p oilalarning real puliga, nafaqasiga, yordam puliga, kompensatsiyasiga yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarga taalluqli masala. Kim kechiksa, keyin men bilmagandim, menga hech kim aytmadi, telefonimga xabar kelmadi deb afsuslanishi mumkin. Lekin pulni qaytarib olish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun hozir shu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgarganini, kimlar albatta ariza berish kerakligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini, qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qilayotganini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, kimningdir puli saqlanib qoladi. Avvallari ko'p to'lovlar bo'yicha odamlar shunday o'ylardi. Bir marta ariza berdim, bir marta ro'yxatga kirdim, demak pul avtomatik kelaveradi. Masalan, oila bolalar nafaqasi olayotgan bo'lsa, moddiy yordam olayotgan bo'lsa, uy-joy, kommunal xizmat, issiqlik, gaz, elektr yoki boshqa turdagi kompensatsiya bo'yicha imtiyozdan foydalangan bo'lsa, ko'pchilik men tizimda borman. Endi har oy pul tushadi deb hisoblagan. Lekin hozir talablar, tekshiruvlar va ma'lumotlar almashinuvi ancha kuchaydi. Davlat organlari odamning daromadini, oila tarkibini, yashash joyini, mulkini, avtomobilini, rasmiy ishini, pensiya yoki nafaqa olishini, hatto ayrim holatlarda bank kartasiga tushayotgan rasmiy ma'lumotlarni ham bazalar orqali solishtiradi. Ya'ni tizim endi faqat odamning aytgan gapiga emas, ma'lumotlar bazasidagi holatga qaraydi. Mana shu joyda eng katta xavf paydo bo'ladi. Agar sizga tegishli to'lov yoki yordam muddati tugayotgan bo'lsa, yoki yangi tartib bo'yicha arizani qayta tasdiqlash kerak bo'lsa, siz 1 iyulgacha murojaat qilmasangiz, tizim sizni avtomatik ravishda talabgor emas yoki tasdiqlanmagan deb ko'rishi mumkin. Natijada to'lov to'xtaydi. Eng yomoni, ayrim odamlar buni faqat keyingi oy kartasiga pul tushmaganda bilib qoladi. Oldin ko'p jarayonlar mahalla orqali yurardi. Odam mahalla raisiga, hokim yordamchisiga, ijtimoiy xodimga yoki tegishli tashkilotga borardi, hujjat topshirardi, keyin komissiya ko'rardi. Albatta bu tizimda ham tekshiruv bo'lgan. Lekin ko'p narsa qo'lda yuritilgani uchun ayrim oilalar ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilamasdan ham to'lovni davom ettirib kelgan. Masalan, oilada farzand tug'ilgan, lekin hujjatda oila tarkibi yangilanmagan. Kimdir ishga kirgan, lekin daromad haqidagi ma'lumot eski qolgan. Kimdir boshqa tumanga ko'chgan, lekin yashash manzili bo'yicha aniqlik kiritilmagan. Kimdir avval yordamga muhtoj bo'lgan, keyin sharoiti yaxshilangan, lekin to'lov to'xtatilmagan. Yana kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lib qolgan, lekin hujjat topshirishni bilmagan uchun ro'yxatga kira olmagan. Hozir esa asosiy maqsad shuki, pul haqiqatan ham muhtoj odamga bo'lsin, hujjati to'g'ri odam to'lov olsin. Muddati tugagan yoki shartlarga mos kelmay qolgan odam esa avtomatik davom ettirib olmasin. Bu yomon narsa emas, lekin oddiy odam uchun bitta xavf bor. Tartibni bilmasa, muddatni o'tkazib yuborsa, hujjatini yangilamasa, o'ziga tegishli puldan vaqtincha yoki butunlay ayrilishi mumkin. Men bu yerda sizni qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men ekspert sifatida shuni aytmoqchiman. Hozirgi davrda kutib turaman. O'zi hal bo'lar degan yondashuv eng xavfli yondashuv. Ayniqsa 1 iyulgacha ariza berish talabi qo'yilgan bo'lsa, bu sanani oddiy sana deb qarash kerak emas. Bu sizning to'lovingiz davom etadimi yoki to'xtaydimi? Shuni belgilaydigan chegara bo'lishi mumkin. Endi kimlar birinchi navbatda xavotir olishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi toifa, hozir ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kompensatsiya yoki boshqa davlat to'lovini olayotgan, lekin oxirgi oylar ichida hech qanday qayta ariza bermagan oilalar. Agar siz men o'tgan yili topshirganman, men 2 yil oldin kiritilganman, mening pulim o'zi tushib turibdi deb yurgan bo'lsangiz, albatta tekshirtiring. Ikkinchi toifa, oilaviy holati o'zgarganlar. Masalan, farzand tug'ilgan, farzand 12 yoshga to'lgan, kimdir nikohdan o'tgan, kimdir ajrashgan, kimdir vafot etgan, kimdir boshqa manzilga ko'chgan. Bularning barchasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Chunki ko'p to'lovlar oila tarkibi va daromadga qarab belgilanadi. Oilada 4 kishi bo'lsa boshqa hisob, 6 kishi bo'lsa boshqa hisob. Bir kishi rasmiy ishga kirsa, o'rtacha daromad oshishi mumkin. Aksincha ishini yo'qotsa, yordam olish huquqi paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, daromadi o'zgarganlar. Masalan,
xotindan biri ishga kirgan, ikkinchisi ishdan chiqqan, pensiya tayinlangan, aliment kelayotgan bo'lishi mumkin yoki aksincha aliment to'xtagan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar mening qo'limga pul kam tegadi. Demak, daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin tizim rasmiy ma'lumotga qaraydi. Agar siz rasmiy ishda bo'lsangiz, oylik kam bo'lsa ham u daromad sifatida ko'rinadi. Agar siz ishda bo'lmasangiz, lekin nomingizda tadbirkorlik faoliyati ochiq turgan bo'lsa, bu ham savol tug'dirishi mumkin. 4-toifa hujjatlarida nomuvofiqlik borlar. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, ID karta olingan. Telefon raqam boshqa odam nomida, bank karta boshqa odamga tegishli. Yashash manzili amaldagi manzil bilan mos emas. Ko'p odam shunday xatoga yo'l qo'yadi. Ariza topshiradi, lekin kartasi o'z nomida emas. Keyin to'lov kelmaydi yoki qaytadi. Yoki telefon raqam eski bo'ladi, xabar kelmaydi. Odam esa menga hech kim aytmadi deb yuradi. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Gulbahor opa 3 nafar farzandi bilan bolalar nafaqasi olayotgan edi. U o'tgan yili arz bergan nafaqa har oy kartasiga tushib turgan. Keyin katta farzandi 15 yoshga to'ldi, oiladagi tarkib o'zgardi. Gulbahor opa buni muhim deb o'ylamadi. Iyulgacha ariza yoki ma'lumotni yangilamadi. Natijada keyingi davr uchun to'lov tasdiqlanmadi. Agar u vaqtida borib oila tarkibi, daromad, farzandlar hujjatini yangilaganida, ehtimol boshqa asos bo'yicha to'lov davom etishi mumkin edi. Lekin kechikkandan keyin bir oy, 2 oy pul olmay qolishi ehtimoli paydo bo'ladi. Ikkinchi misol, Jamshid aka rasmiy ishda emas, oilasi moddiy yordamga muhtoj. Lekin uning nomida eski yakka tartibdagi tadbirkorlik bor, amalda ishlamaydi. U men biznes qilmayapman deydi. Tizim esa nomida faoliyat bo'lib ko'rishi mumkin. Agar Jamshid aka 1 yilgacha borib vaziyatni aniqlashtirmasa, kerakli ma'lumotni taqdim etmasa, arizasi rad etilishi yoki to'lov kechikishi mumkin. Demak, faqat men muhtojman deyish yetarli emas. Hujjat va baza ham shuni ko'rsatish kerak. Uchinchi misol. Dilnoza opa farzandi nogironligi bo'yicha ayrim imtiyozlardan foydalanadi. U manzilni o'zgartirgan, lekin ro'yxatdagi manzil eski tuman bo'yicha qolgan. To'lov yoki yordam eski manzil orqali yuritilgan bo'lsa, yangi joyda ma'lumot tasdiqlanmaguncha muammo chiqishi mumkin. Shu sababli manzil o'zgarganda keyinroq qilaman demaslik kerak. Ayniqsa muddat iyulgacha deyilgan bo'lsa, eski tumanga ham, yangi tumanga ham aniqlik kiritish zarur. 4-misol. Bir oilada ota Rossiyada ishlaydi. Ona bolalari bilan uyda. Ona ariza beradi. Lekin otaning daromadi haqida ma'lumot so'raladi. Ko'pchilik u chetda bu yerda hisobga olinmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim to'lovlarda oila a'zolarining umumiy moddiy holati ko'rib chiqilishi mumkin. Agar pul o'tkazmalari muntazam bo'lsa, agar rasmiy ma'lumotlarda daromad ko'rinsa, bu hisobga olinishi ehtimoli bor. Shuning uchun yashirmasdan, to'g'ri tushuntirib, zarur hujjatlarni taqdim qilish kerak. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizga tegishli to'lov muddatsiz yoki alohida tartibda tayinlangan bo'lsa, masalan, ayrim pensiya turlari, qonun bilan belgilangan doimiy nafaqalar yoki avtomatik davom etadigan to'lovlar bo'lsa, har doim qayta ariza talab qilinmasligi mumkin. Lekin men baribir bitta narsani maslahat beraman. Menga tegishli emas deb o'zingizcha xulosa qilmang. Kamida telefon orqali, mahalla orqali yoki tegishli tashkilotga kirib tekshirtiring. Chunki to'lov nomi o'xshash bo'lishi mumkin, lekin tartibi boshqa bo'ladi. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nozik joy. Ariza berish bilan to'lov avtomatik tasdiqlanmaydi. Ba'zi odamlar ariza topshirdim, demak pul keladi deb o'ylaydi. Yo'q. Ariza bu jarayonning boshlanishi. Undan keyin ma'lumotlar tekshiriladi, mezonlar solishtiriladi, hujjatlar to'g'riligi ko'riladi. Agar xato bo'lsa, sizdan qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Agar siz telefonni ko'tarmasangiz, xabarni ko'rmasangiz, hujjatni olib bormasangiz, ariza oxirigacha tasdiqlanmay qolishi mumkin. Ikkinchi nozik joy, muddatdan oldin ariza berish kerak. Iyul kuni boraman deb o'ylamang. Chunki oxirgi kun navbat ko'p bo'lishi mumkin. Tizim sekin ishlashi mumkin. Hujjatingizdan bitta ma'lumot yetishmasligi mumkin. Masalan, siz 1 iyul kuni borasiz. Xodim sizga farzandingizning tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi kerak. Nikoh guvohnomasi kerak. Bank karta rekviziti kerak. Doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak deydi. Siz hujjatni olib kelguncha muddat o'tib ketadi. Shuning uchun men har doim aytaman, bunday masalani oxirgi kunga qoldirmang. 3-nozik joy.
Bank kartasi masalasi. To'lov oladigan odamning kartasi o'z nomida bo'lishi juda muhim. Agar ona nomiga tayinlangan to'lov ota kartasiga, bu kartasiga yoki boshqa qarindosh kartasiga tushishi kerak deb ko'rsatilsa, muammo chiqishi mumkin. Bank karta muddati tugagan bo'lsa ham muammo bo'ladi. Karta bloklangan bo'lsa, qarzdorlik sababli cheklov bo'lsa, rekvizit noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul tushmaydi yoki qaytadi. Keyin odam davlat pul bermadi deydi. Aslida texnik muammo bo'lishi mumkin. 4-chi nozik joy, yashash manzili. Ko'p oilalar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Toshkent shahrida ijarada turadi. Yoki qishloqda ro'yxatda, lekin tumanning boshqa mahallasida yashaydi. Ijtimoiy to'lovlarda mahalla, tuman, yashash joyi muhim bo'lishi mumkin. Siz hujjatda bir joyda. Amalda boshqa joyda bo'lsangiz, tekshiruv vaqtida savol paydo bo'ladi. Shuning uchun arizada amaldagi vaziyatni to'g'ri ko'rsatish kerak. 5-chi nozik joy, mulk va avtomobil masalasi. Ayrim to'lovlarda oilaning nomida uy, qo'shimcha uy, yer, avtomobil yoki boshqa mulk bor yo'qligi ko'rib chiqilishi mumkin. Odam bu mashina eski yurmaydi. Bu uy ukam yashayotgan uy. Yer mening nomimda, lekin foydalanmayman deyishi mumkin. Lekin tizim avval nomdagi mulkini ko'radi. Agar sizning nomingizda mulk bo'lsa, vaziyatni hujjat bilan tushuntirishga tayyor bo'ling. Aks holda ariza rad etilishi mumkin. 6-chi nozik joy. Bir oiladan bir necha kishi alohida ariza berishi. Ba'zan bir uyda ota-ona, kelin, o'gil, nevaralar yashaydi. Kimdir alohida oila deb hisoblaydi, kimdir umumiy xo'jalik deb qaraydi. To'lov turiga qarab oila tarkibi qanday aniqlanishi farq qilishi mumkin. Agar bitta manzilda ko'p odam ro'yxatda bo'lsa, daromad hisobida chalkashlik chiqishi mumkin. Shu sababli ariza berayotganda kimlar birga yashaydi? Kimlar alohida ro'zg'or qiladi? Kimning daromadi kimga tegishli degan savollarga aniq javob berish kerak. 7-chi nozik joy, rad javobi olsa ham taslim bo'lmaslik. Agar arizangiz rad etilsa, bu har doim ham oxirgi nuqta degani emas. Rad etilish sababini bilish kerak. Sabab nima? Daromad yuqori chiqdimi? Hujjat yetishmadimi? Oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatildimi? Ma'lumotlar bazasida eski ma'lumot turibdimi? Nomda faol tadbirkorlik bormi? Bank rekviziti xatomi? Sababni bilmasdan turib, shunchaki menga bermadi deb ketib qolish eng katta xato. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Bugunoq o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Bu bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, kompensatsiyami, pensiya bilan bog'liq to'lovmi, subsidiyami yoki boshqa yordammi? To'lov nomini bilmasangiz, bank kartangizga tushgan SMS tarixini ko'ring, mahallaga boring, tegishli bo'limdan so'rang. To'lov nomini bilmasdan turib, qaysi tartib sizga tegishli ekanini aniqlash qiyin. Ikkinchi qadam. 1-iyulgacha ariza berish talabi sizga tegishlimi yoki yo'qmi? Shuni tekshirtiring. Buni mahalladagi mas'ul xodimdan, ijtimoiy himoya bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki tegishli rasmiy kanallar orqali aniqlash mumkin. Qo'shnim aytdi, Telegramda o'qidim, qarindoshim shunday dedi degan gap bilan cheklanib qolmang. Har bir oilaning vaziyati boshqa. 3-qadam, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila a'zolari hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Daromadga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy maqsad bitta. Sizning kimligingiz, oilangiz, daromadingiz va to'lov olish huquqingiz tasdiqlanishi kerak. 4-qadam. Arizada ma'lumotni to'g'ri yozing. Telefon raqamni ishlaydigan raqam qilib ko'rsating. Bank kartani o'z nomingizdagi karta qilib bering. Oila a'zolarini yashirmang. Daromadni noto'g'ri ko'rsatishga urinmang. Chunki bugun ko'p ma'lumotlar baribir bazadan chiqadi. Agar siz bir ma'lumotni yashirsangiz, bu keyin arizangiz rad etilishiga, hatto ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishiga olib kelishi mumkin. 5-qadam. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi dalilni saqlang. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini oling. Agar elektron tarzda topshirsangiz, skrinshot qiling, ariza raqamini yozib qo'ying. Agar mahalla yoki boshqa mas'ul orqali topshirsangiz, qachon, kimga, qaysi hujjatlarni berganingizni yozib qo'ying. Keyinchalik men topshirgan edim deyish uchun og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-qadam. Ariza holatini kuzatib boring. Ariza berdim,
endi kutaman deb bir o'yjim yurish kerak emas. Bir necha kundan keyin holatini so'rang. Agar qo'shimcha hujjat kerak bo'lsa tezda olib boring. Agar xatolik bo'lsa tuzating. Agar rad javobi kelsa sababni yozma yoki aniq shaklda bilishga harakat qiling. Sababni bilsangiz muammoni yechish mumkin. 7-qadam. Agar to'lov to'xtab qolsa darhol murojaat qiling. Ko'p odam birinchi oy pul tushmasa kutadi. Ikkinchi oy kutadi. Uchinchi oy boradi. Bu vaqt ichida masala murakkablashadi. Pul tushmadi degani sabab bor degani. Bank muammosimi, ariza tasdiqlanmadimi, muddat o'tdimi, hujjat yetishmadimi, buni darhol aniqlang. Vaqt o'tgani sari sizning imkoniyatingiz kamayishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib arizamni o'tkazib ber demang. To'lov, nafaqa, yordam masalalarida hamma narsa rasmiy yo'l bilan bo'lishi kerak. Agar kimdir men tanish orqali hal qilaman, falon pul bersangiz ro'yxatga kiritaman desa, ehtiyot bo'ling. Bu sizni aldashlari mumkin yoki keyinchalik hujjatingizda muammo chiqishi mumkin. Rasmiy ariza, rasmiy hujjat, rasmiy javob eng xavfsiz yo'l. Demak, asosiy gap shuki, agar sizga tegishli to'lov, nafaqa, yordam yoki kompensatsiya bo'yicha 1 iyulgacha ariza berish, ma'lumotni yangilash yoki huquqni qayta tasdiqlash talab qilinayotgan bo'lsa, buni oxirgi kunga qoldirmang. Kechgan odam puldan ayrilishi, to'lov to'xtashi yoki qayta tiklash uchun ancha vaqt sarflashi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bugun tekshirdirish, hujjatlarni tayyorlash, arizani vaqtida topshirish va holatini nazorat qilish. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'yicha muammo chiqdi? Ariza topshirdingizmi? Sizga nima deyishdi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlarga shunday muhim mavzularni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirishda davom etaman.